Ko'pchilik ota-onalarni qiladigan eng katta xatosi bolasida endi shamollash belgilari boshlanganda uyda isiriq tutatish hisoblanadi. Bu juda bola uchun xavfli hisoblanadi. Ayniqsa hozirgi vaqtda nechun deganda isiriqning tutuni bolani nafas yo'llarini quritadi. Buning natijasida bolada yo'tal xuruji kuchayishi yoki bo'lmasa bolada nafas qisishi, ya'ni obstruksiya rivojlanishi mumkin. Bundan tashqari isiriq allergiyasi bor bo'lgan bolalar ham umuman to'g'ri yemaydi. Bu bolada allergik reaksiyani kuchaytirib yuboradi. Shu sababdan bolalarga isiriqni tutatish mumkin emas. Qachon isiriq tutatish mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Isiriqni asosan bolada shamollash bo'lmagan vaqtda xonani havosini tozalash yoki bo'lmasa xonada mikrobni o'ldiradi, ya bo'lmasa uyga bir to'y bersa, sadaqa bersa, izindan isiriq tutatib beradilar. Insjinslardan tozalash degan maqsadda. Bu maqsadda tutatishlaringiz mumkin, lekin agarda bolada shamollash bo'ladigan bo'lsa, bunday holatdan tutatishni tavsiya etmayman. Agarda bolangizda shamollash alomatlari bo'ladigan bo'lsa, uyda isiriq tutatmasdan pediatr ko'rigini olib kelishlaringizni so'rayman.